Bo'ldi bo'ladi. Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar, do'stlar, Ahmadullo o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Xo'p, do'stlar, sizlarga razborka, zborka bo'ladigan so'rta olib qo'yganmiz. Hamma yo'g'i temirdan, profil. Bundan tashqari g'ildiraklari bor, g'ildiraklari bemalol bu yoqqa kelinlarimiz uyda qanaqangi oila a'zolarimiz bo'lsa, bemalol kerak bo'lsa yosh bolalar ham sizga qo'yadi. Do'stlar, kimga mana shu usullar kerak bo'lgan bo'lsa, pastga nomerlarni qo'yib bemalol aloqaga chiqib, istagan fasoniylarda, istagan gullarni razmerida, istagan hajmda qilib berishi mumkin. Xo'p, bu 2 ga 2,5 so'rimiz. Asosiy ma'lumotni akamiz o'zidan olamiz. Umjon aka, assalomu alaykum. Charchamasdan aka, sog'liqlasizmi? Sizsiz. Rahmat o'zim. Endi yo'nalishingiz xastiyali bu emas, o'zi asosan sexda ishlaysiz. Ishdan tashqari ishlarimiz birinchi qo'lda, to'g'rimi? Birinchi qo'l. Shuni bir tushuntirib olsangiz, obunachilarimizga kimga mana shu so'ri kerak bo'lgan bo'lsa, o'z nomerlaringizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqishaveradi. Bunimiz shu o'zimizga yasalgan 2 ga 2,5 kichikroq qilib, kichikroq variantda yasaldi. Asosan bu yerda materiallar rol o'ynaydi. Materiallarimiz qalin, eng kami 2 listenka. 2 listenkalikda bo'ladi. Bu materiallarni misol tushunadiganlar biladi. Bu 2,5 bo'lib yasalgan. Bularimiz shu 4 million yaqin chiqyapti. Taxtalari, yog'ochlari strapli yog'ochdan qo'yiladi, 3,5 likdan. Kichkina yog'och qo'yilmaydi. Shuni hisobi yog'ochini o'zi ancha qimmat. Mana shu istagan razmerda, istagan fasonda qilib berilaveradi. Misol 3 ga 2,5 ham qilyapmiz, 4 ga 3, 4 ga 3,5. Zakazga qarab. Bu shunda bo'linadi, qanday bu chachiladi. Misol mana yerda charnerlari bor mana. 8 ta charneri bor, 2 tadan har bittasida. 4 ga bo'linadi. Mana balkalari ham mana shu chiqadi. Olinadi. Balkalari ham olinadi. Misol fasonini o'zgartiramiz desa, u ham bo'laveradi. Har xil qanday fasonni xohlasa shu fasonda ham bo'laveradi. Rangi ham istagan rangi ham istagan rangida bo'laveradi. Dastlabkilarning to'mi yo'qmi? Dastlabkasi hamma yo'q ichida. Mana shu o'zimiz territoriyalarga uzoqroq bo'lsa, qolgan joyga kelishilgan holat. Qolgan joylarga kelishilgan holat. Do'stlar, hurmatli obunachilar, kimga mana shu so'rlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, bu so'ri o'zi asosan akamiz o'zini uyiga qilgan so'risi. Bundan tashqari ham qilib beradi, qilyapti zakazga. Do'stlar, hurmatli obunachilar, do'stlar, so'rimiz hozir yana ozgina chola holatda, taxtasini qo'ymadik. Xudo xolasa taxtasi qo'yilgan holatlardan bir videosini qilamiz. Xo'p, kimga mana shu so'rlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsa, Umidjon aka telefon nomerlarini qo'yib ketamiz. Do'stlar, video yoqsa albatta like va podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlar uchun yaxshi videolar chiqarishda davomli bo'lamiz. Bu yoqni yana bittaman tashladim. Umidjon aka, sog' bo'lasiz. 6 metrlik bo'ladi taxta. Ashunda 2 ga bo'lsa 3 metr bo'ladi. 4 metr 6 metrda. Misol taxtaga maslab qilsangiz ham bo'ladi. 3 ga 2,5 qilib. Mana 3 ga 2,5. U lekin 3 ga 2,5 katta. Boshi zo'rda. 10 ta 15 ta odam ham. 15 ta odam uchun. 3,5. Misol bu mayaq 3 bo'ladi-da uni. Misol mayaq 2,5 bo'ladi endi. Mayaq 3 bo'ladi. Ochiq tomoni anaqa bo'ladi, 2,5 bo'ladi. Razmeriga zarar bor, senasi ham o'sam. Aslan qo'yib. Yo'q. Uni 3,5 katta bu. Unisini ashi monjek. Keling. Lekin taxtasi Yo'q, aka. Keling, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kapkandingizmi? Yo'q, balkasi yaqin, lekin men qalin taxta qo'yganman. 400-500 mingdan ko'ra hali siz aytdingiz, 3 ming qo'shaman. Unaqa narsa kerak emas. Endi qo'shilmaydi. o'zbaylarni qolyapti-yu, siz axirot qilasiz-ku. Qo'shib bersangiz olmayman-ku. Rasmiylar Menga yana qolib qoladi-ku. qolollik bilan beryapman. O'zi o'zi. Yo'q, ashunaqa baribir. Undan ko'ra yaxshi.